Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 3-may, odatdagi migrantlarga oid yangiliklar, xabarlarda hozir qisqacha qilib mana shu videoda aytib o'taman. Moskva shahrida yangi qurilayotgan bino yonib ketdi. Senegaldan kelgan migrantlar Orenburg shahrida ish boshlashdi. Mayskiy bayram boshlanishi bilan shu bayram kunlari internetda uzilishlar kuzatilishi mumkin. Noqonuniy migrantlarni aniqlashda shu politsiya Surgut shahrida tekshiruvlar o'tkazdi. Endi hafta davomidagi yangiliklar bilan qisqacha to'xtalib o'taman. Sizlarga vaqtlaringizni olmaslik uchun iloji boricha buni soddaroq va qisqaroq qilishga harakat qilaman. Moskva shahrida yangi qurilayotgan bino yonib ketdi. 28-aprel kuni Moskva shimolidagi qurilayotgan binoda chiqqan yong'in oqibatida 8 kishi halok bo'lgan, yana 13 kishi jarohat olgan. Yong'inning nima sababdan kelib chiqqani hozircha ochiqlanmagan. Senegallik migrantlar Orenburg shahrida ishlashni boshladi. Hozirda yangi kelgan muhojirlar shu dvornik bo'lib ishlashyapti va bu yerda 55 ming rubl oylik olishyapti. Migrantlarni olib kelgan kompaniya bu yangi muhojirlarga bu yerda muntazam shu ish o'rinlari va turar joy bilan ta'minlagan. Rossiyada shu mayskiy praznik boshlanishi bilan shu bayram kunlari internetda uzilishlar kuzatilishi mumkin. Ayniqsa bu Moskva shahrida shu 5, 7, 9, 10 kunlari xavfsizlik nuqtai nazaridan shu internetda cheklovlar joriy qilinishi kutilyapti. Lekin bu hali aniq emas. Biroq joylarda shu ommaviy odamlar to'planadigan yerlarda internet bilan bog'liq uzilishlar, cheklovlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun oldindan tayyorgarlik ko'rib oling. Uydagilaringizga ogohlantiring. Mana shu aynan Rossiyada, ayniqsa Moskva shahrida bayram munosabati bilan internetda uzilishlar, cheklovlar kuzatilishi mumkin. Bu safargi noqonuniy migrantlarni aniqlashda shu politsiya Surgut shahrida shu tekshiruvlarni o'tkazdi. Bu yerda politsiya reyd paytida shu dronlar yordamidan foydalandi. Tekshiruvlar odatdagidek shu migrantlar ko'p bo'ladigan joylar, turar joy binolari, qurilish maydonlari, kafelar, ishxona, shu umuman shu migrantlar qayerda ko'p to'plansa, shular atrofida bo'lib o'tdi. Do'stlar, men yangiliklarni shu qisqacha qilishga harakat qildim. Sizlarga vaqtlaringizni olmaslik uchun. Hammamizga ma'lum, shu mayskiy praznik boshlangan. May oyini to yarmigacha shu biz migrantlar uchun bo'lmasa ham shu bayramona kayfiyat shu Rossiya bo'ylab davr suradi. Bayramda yana yaxshi kayfiyatda o'tkazinglar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar va salomat bo'linglar.